Javohir aka nima qilyapsiz? Yuz ishlayapman. Oddiy ekranga urib ham yuz ishlasa bo'ladimi? Bizda hamma yo'q iloji bor-ku. Juda ko'p podpischalarim mana shu yuz solishda muammo bo'lyapti-da, pul yetmay qolyapti yoki pul yo'q, yosh podpischalarim shularni o'ylagan holda men endi mutlaq ekranga urib yuz ishlasa bo'ladi biz bilan. Menga ham o'rgating. Qarab turing. Birinchi bo'lib Telegram kirasiz. Telegramda postga line bot qilib xuddi shuni yozib olasiz. Yozib olgandan so'ng start tugmasini bosib, 3 ta kanal chiqadi. Uchalasiga obuna bo'lamiz va obuna bo'lgandan so'ng qo'shilish tugmasi bor. Buni bosganimizdan so'ng bu yerda endi ekranga urib ham pul topsa bo'ladi va undan tashqari har bitta do'stingiz taklif qilgani uchun 100 dan beradi. Bu yerda vazifalar bor. Bu yerda homiylarga obuna bo'lsangiz 100 dan beradi. 100 ko'paygandan so'ng mana bu yerga birinchi ID raqamingizni yozasiz, keyin qancha yuzingiz bo'ldi. Shuni yozib turib, bitta chiqarishni bossangiz, avtomatik siz ro'y chiqarish bosiladi. Promokot asosida biz solib beramiz va mana shunday qilib endi siz ham yuz ishlashsiz bo'ladi. 60 yuz, 300 yuz qancha ko'p harakat qilsangiz shuncha zo'r yuz ishlab olasiz. Bo'ldi, bo'lmasa men ham hozirdan harakatni boshlayman. Da, hozir